Yangi hovli olsangizda, mana shunaqa sifatli oshxona mebellar qilib berishsa. Mana mana vid qaranglar. Uy lekin zo'r, menga rosa yoqdi mana shu uy. Okamlar realni sifatli qilib hovlini ko'targanlar. Har bitta detalga e'tibor berib, narxiga ham zo'r. Albatta biz uy olgan lokatsiyasiga ham qaraymiz. Xo'p, ko'chani qaranglar kengligini endi. Bu yoqda mana shunaqa katta zaxvati bor. Katta ko'chaga 15-20 metr mevazorga kelganmiz. Oxunboboyev eng qimmat tochkalardan bittasi turimiz. Lokatsiyasi zo'r. Bu uyi narxi 345 ming bo'lgan. Hozirda srochni 315 ming bo'lishi so'rayaptilar. Hozir men to'liq obzor ko'rsatib chiqaman, o'zingiz bitta baho berasizlar. Xo'p, bu yoqda bitta sanuzul tashalgan, qo'l yuvish uchun joy tashalgan. Bu yoqda elektromobil uchun zaryadkalar ham tashab ketganlar. Podvalga uyi tashqarisidan tushsak bo'ladi, uy ichidan ham kirsak bo'ladi podvalga. Hovlimiz keng qilingan, bemalol navestagiga, ikkita mashina sig'masa kerak, lekin ko'chaga bemalol bitta mashinani sig'dirasizlar. Zo'r. Uyimiz zo'r qurilgan. Xo'p, ichlarini ko'ramiz endi. Ketdi. Menga eng yoqqani prixojiyni katta qilganlar. Uy kirishlar bilan keng prostranstvo va prixojiy mebelni ikkita tarafga qilganlar. Bitta bu yoqda, bitta bu yoqda. Har bitta hamma uydagi shkaflarni, furniturasini Blum qo'yganlar, bilasizlar. Blum eng qimmat furnituralardan bittasi. Ya'ni mehmongarchilik bo'lganida, menimcha oyoq kiyimlarni akkuratni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqqa bu katta plus deb o'ylayman. Xo'p, ranglarga e'tibor bersangiz, zo'r ranglar tanlangan. Endi mana bu oshxonani bitta ko'ringlar. Qaranglar. Oshxonada hovliga panoramli vid ochilgan. Hamma oynalar termo qo'yilgan, zo'rlari. Oshxonada ham hamma furnituralar Blum ishlatilgan, eng qimmatlari. Ostrofli qilingan. Oshxonamiz o'zi katta, keng. Masjidga bitta stol surib qo'ysanglar, lekin maza qilib choy ichib, ovqatlanib o'tirsanglar kerak deb o'ylayman. Zo'r, vidi zo'r. Keyin har bitta xonada to'pli-pol datchiklari bor. Bu yerda domofonlar ham qo'yilgan. Podval keladigan bo'lsak, podvalimiz to'liq 100% podval bitgan holatida. Bu yoqqa hozir dekorativniy peril yasab turyaptilar va to'liq coverlarni tashib beraman dedilar. Mana shu summani ichida. Xo'p, dal yuramiz. Birinchi etaj uchun sanuzul. Bu yoqda kirmoshni uchun joy tashab ketganlar. Xo'p, zo'r chiqqan sanuzul, katta, keng. Xo'p, dal yuramiz. Birinchi etaj uchun spalniy xonamiz. Mana dekorativniy radiator bo'ladi. Zo'r chiqqan. O'zi uyimizda to'liq to'pli-pol qilingan. Radiatorlar ham qo'yilgan. Xo'p, bu yoq spalniyda prixojiy deyman. Spalniyda shkaflar ham qilingan. Bu spalniy ichida o'zini отдельный sanuzul ham bor. Qaranglar. Mana bu stoleshnichalari toshdan qilingan, cho'tki qilib. Sanuzul prosta katta, ishoninglar. Zo'r chiqqan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Havolantirish orqa hovli tashab ketilgan bu yoqda. Xo'p, dal yuramiz. Bu yoqda bo'lsa zal qismi. Zalimiz ham kichkina emas, katta qilingan. Bemalol stol zona va mягкий zona qilsalar bo'ladi. Hamma xonalarga konditsioner shlankasi va tok tashab ketilgan. Rozetka qilishingiz shart emas. Tokka tiqsanglar bo'ldi. Cho'tki, xo'p, ketdi. Endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Perillarga e'tibor berasiz, mana shunaqa железный peril ishlatilgan. Zo'r. Ikkinchi etajda chiqishimizda katta hol qilingan, mana shunaqa panoramli oyna qilingan, qaranglar. Bu yoq plan bo'yicha ikkita tarafi shkaf qilinib, bu yoqda stol tutilib o'tiradigan joy mo'ljal bo'lgan. Davaychi bir-bir xonalarni ko'rib ketamiz. Hop, bu birinchi spalniy xonamiz. Bu yerda ham mebellar qo'yilgan. Bu spalniy ichida o'zini sanuzul bor. Zo'r. Remontlar современный stilda qilingan. O'rtada общий sanuzul ikkinchi etaj uchun. Bu yoqda bitta katta spalniy. Xohlasanglar ikkita детский kravat qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz
bitta katta spalni qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yoq ham shkafli qilingan, shunda potolokgacha qilingan. Zo'r, eshiklar ranglari ham zo'r tanlangan, sifati ham juda ham zo'r sifatli eshiklardan. Bu bo'lsa oxirgi xonamiz. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Hamma xona o'zgarib chiroyli. Eng glavnisi hovlimizda juda ham sifatli qilingan. Narxini aytdim, hozirda 315 ming bo'lishi, bundan oldin 345 ming bo'lgan. Olmazor, Mevazorda joylashgan, katta ko'chaga bir qadam. Mana shunaqa sifatli hovli qidirib yurgan bo'lsanglar, Olmazor tumanida mana sizlarga 208 sotuv maydonga ega. Hamma informatsiya opsiyasida bo'ladi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi.